Assalomu alaykum hammaga. Aka-ukalar, hozir biz bitta video ko'rdik-da. Videoni ko'rib men ozgina hayron bo'ldim. Sizni erkingiz o'zingizda, bizni erkimiz ota-onamizda haydang. Ya. Nimaga hozir ham erklarni sayt qilibmi? Nimaga? Bizga majratish kerak-da erkdan. Hozir qayerdan kelyapsiz? Ha, to'yma nima bo'ldi? Sizni boshqa kun oldingizga bunaqa yuboramiz. Kimda? To'ydan kelyapsiz. O'zbekistonda nima bo'lyapti? Mana shu videoni ko'rasizlar, mana shu qizni eri qayerga qarayapti? Mana shu qizni ota-onasi qayerga qarayapti? Bu qiz bizni ves O'zbekiston qizlarini sharmanda qilyapti. Videoni kengroq tarqatinglar, o'zi yetib borsin kerakli joyiga. Shtop bunaqa videolar boshqa bo'lmasin, chiqmasin. Assalomu alaykum musofirdagi aka-ukalarim. Mana shu bo'layotgan voqea to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu yerdagi boyagi ikkita bola ham noto'g'ri ish qilgan, syomka qilgan. Opamiz aytayapti, ikkita bolam bor deyapti, uyda yerim kutyapti deyapti, bizga ham vaqt ajrating deyapti. O'ylab ko'ramiz, hali erta bo'laversa, erta borib kim bor, kim yo'q. O'ylab Siz kimsizmi? Nimaga? Nima? U degan az bo'rlar deb ketar ko'chada. Ishonaman. Bo'rlar yo'q emasmi? Menimcha buncha bo'rilganmaydi. Nimaga? Qiyinladi. Ha, kulib turibdi. Yig'lataman. Jahli chiqsa yo'q. Yo'q. Ketek. Mayliman. Siz o'zi qayerdan yiqildingiz, nima bo'ldi? Kim yiqilgan? Ha, kallam yo'q, urishib yotibdilar. Janonaga bordim bir kechalik. Ha, gadi bordim. Nimadir bo'lgan. Shanbaydi mana kallam yo'q. Meni xotinim bitta balam bor. Ko'rdingmi? Menga ham xotinim keladi deydi. Ko'rdingmi? Yaxshi ko'rdingmi? Nima qildim? Xotini yo'q buni. Mana bu tarafdan xotini o'chirib qo'yaverdi. Ajdari bo'ldi o'tgan marta. Orqa teshik. Yaxshi bo'ldi. Men asam. Qanday qilib musulmon bo'lib turib, erkak bo'lib turib, birovni xotiniga ko'z olaytiradigan akalarimiz ham bu videoni ko'rib qo'ysin. Ertaga siz o'ylamang, men birovni xotiniga ko'z olaytirdim deb. Ertaga sizni ham xotiningizga birov ko'z olaytiradi. Men bu yerda bu opamizni ham oqlamoqchi emasman, bu ikkita bolani ham oqlamoqchi emasman. Bizning maqsadimiz shuki, O'zbekistonda mana shu video kengroq tarqalib, mana shu opamizni qayinnasi, qaynotasi, aka-ukalari bordir. Video yetib borsin, bunaqa video boshqa bo'lmasligini biz sizlardan iltimos qilib so'rab qolamiz. Mana shu videoni maksimal darajada like bosib kengroq tarqatingizlar. Lekin bu narsalar O'zbekistonda kundan kunga ko'payib ketyapti. Men xotini bilan birovni ushlab olyapti. Chiroyli bo'lgan oilalar buzilib ketyapti. Bor akalarimiz, puli bor akalarimiz, bir kambag'al akamiz deydimizmi, ukamiz deydimizmi, xotiniga ko'z olaytirib qo'yib, yo'qchilik liboy insonni sindiradi-da. Erkakni o'zi bilan o'ynasang ham, kelayotgan oldidagi narsalar bilan o'ynashma deydi. Puli ko'p ba'zi bir akalarimiz 4 ta 5 ta aka-ukalarimizni ayollarini yo'ldan urib, mana shu videolarni oxirigacha ko'rib, kengroq tarqating. Agar men to'g'ri gapirayotgan bo'lsam, bu narsalar ko'payib ketyapti. Oxirisi bormi bu narsani? Mana shu yo'qchilikdan kelib chiqadi-da Muhammad aka hamma narsa. O'zbekistonda bu hozir rivojlanib ketgan. Men o'zim ham yaqinda borib keldim, ko'rib turaman, menga ham aytib turadi, eshitib turaman. Nima uchun bu narsa ko'payib ketyapti? Aytamizki, men erkakman, aytamizki, biz musulmonmiz. Alhamdulillah musulmon bo'lsak, qanday birovni xotiniga, birovni singlisiga ko'z olaytiramiz. Mana shu narsalar juda ham ko'p bo'layotgan narsa. Musofirda yurgan aka-ukalarim, O'zbekistondan kuzatayotgan aka-ukalarim, videoni maksimal darajada tarqating. Mana shu opamizni qaynotasi bormi, aka-ukasiga yetib borsin. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu o'zingiz bo'lmaydi bu narsalar. Hammaga rahmat, kuch birlikda, podдержка uchun rahmat.